Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Sankt-Peterburg hamda Moskva shahrida yurgan hamyurtlarimiz diqqatiga sizlarga 100% ishonchli, bazasi toza registratsiya, turdovoy dogovor, уведомление xizmatlarini taklif qilamiz. Biz bilan bog'lanish uchun ekrandagi raqamlarga imo, Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Xizmatlar 100% ishonchli hamda tezda tayyorlab beriladi. Diqqat tezkor xabar. Tur o'rnidan. Peterda yana reydlar davom etmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisyasi tugmalarini bosib qo'ying. Sankt-Peterburgda huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari migratsiya qonunchiligining buzilishini aniqlash uchun keng ko'lamli reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar Vibrskaya, Narabejnaya, shuningdek Kantemirskaya va Politexnichskaya ko'chalarida bo'lib o'tdi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari jami 119 nafar xorijiy fuqaroni tekshirib, ularning 19 nafarini turli huquqbuzarliklar uchun hibsga oldi. Reydlar odatdagidek ishdan so'ng charchab, uxlab yotgan muhojirlarni baqir-chaqir bilan uyg'otish, itlar bilan tekshirish va asirlardek muomala qilish bilan davom etdi. Portpurkadan gapirib o'tamiz. 1-sentyabrdan muhojir yurtda yurgan vatandoshlarimizni nimalar kutmoqda? Mobilizatsiya, ya'ni bezdokument yurgan aka-ukalarimiz 1-sentyabrdan keyin urush bo'lib ketadi degan gaplar shunaqalar juda ham ko'p tarqalgan. Mana shu videoni oxirigacha ko'ringizlar, bittadan like bosib, mana shu video bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'taman. 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi degan savollar bor, telefon qilib so'rashadi. Video davomida sizlarga aytib o'taman. Hatman kanalimizga obuna bo'linglar, aeroportdagi holatlar, yangiliklar chiqarib boraman. Savolga kelayotgan bo'lsak, boshqa 1-sentyabrdan keyin reyslar uchmaydi yoki qanaqadir mobilizatsiya bo'lib, bezdokumentlarni ham urushga olib ketib qolishi mumkin degan savollar juda ko'p keladi, juda ham ko'p so'rashadi. Bu hammasi gap yolg'on. Bu mobilizatsiya bo'lgan taqdirda ham kimki grajdanin Rossiya o'shalarga tegishli narsa. Agar siz grajdanin O'zbekiston, grajdanin Tojikiston bo'lsangiz, pasportingiz grajdanstvoingiz, ya'ni Rossiyaning fuqarosi bo'lsangiz, bemalol chiqib ketaverasiz oldingidek. Ehtiyot bo'lib yuringizlar bo'ldi. Bunaqa har xil mish-mishlarga, har xil xavotirlarga bormangizlar. Aeroport Pulkova. Mana shu imon namuna kanalimga obuna bo'lib qo'yingizlar. Aeroportdagi holatlar, yangiliklar, aeroportdagi yangi chiqqan qonunlar hammasini chiqarib boraman. Bittadan like bo'lsa, videoni tarqatib qo'yingizlar, xavotirga bormasdan. Xo'p, akalar, ertalabdan noxush xabar. Akalar, bu videoni Moskvada Valbristda azonda ishlab yurganlar ko'rsin. Akalar, ishiga ham, puliga ham hammasiga qo'yinglar akalar, boshqa ish topinglar. Jonni riskovat qilmanglar akalar. Ko'rib turibsizlar, mana bugun ham Valbristga hujum bo'ldi Moskvada ertalabdan. Akalar, bu sklatlardan chiqib ketinglar iltimos. Yo uylarga ketinglar yoki boshqa ish topinglar. Hammani uyda ota-onasi kutib turibdi. Yana ba'zi birlarni ko'ryapman, shu hujumlarni videoga qo'yib tarqatyapti. Akalar, bu videolarni tarqatmanglar, qamalib yo'qib ketasizlar. Ali bu ketishda Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlar nafaslarini ham o'ylab olishadi shekilli. Yana bir qonunga bir qancha o'zgartirishlar kiritildi. 4-avgust kuni Rossiyada 294-sonli federal qonun qabul qilindi. Yangi qonunga ko'ra, Rossiyada majburiy chiqarib yuborish, ya'ni deportatsiya qilishning 22 ta sabablari 45 tagacha oshirildi. Misol uchun, avvallari 22 ta sababga ko'ra siz deport qilishadigan bo'lsa, hozirda bu narsa 45 tagacha oshirildi. Masalan, politsiya yoki boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qonuniy talablariga bo'ysunmaslik, mayda bezorilik, ayrim miting qoidalarini buzish va boshqa huquqbuzarliklar uchun ham chiqarib yuborish qo'llanishi mumkin. Shuningdek, migratsiya qoidalarini buzish va noqonuniy mehnat uchun ayrim jarimalar ham oshirilishi mumkin. Ushbu qoida 2026-yil 3-noyabrdan kuchga kiradi. Ushbu yangi qoida bo'yicha Telegram kanalimizda to'liq post joylaganman. Telegram kanalimizga o'tib, ushbu yangi qoida bo'yicha bemalol tanishib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Reyddan qochib suvga sakragan migrantlar reyd paytida o'rmonga qochgan, devordan oshgan, butalar orasiga yashiringan muhojirlar haqida xabarlar berilgan edi. Bu safar ular tekshiruvlardan qochib to'lib toshgan, oqayotgan daryoga sakragan. Rossiyaning Blagoveshchensk shahri politsiyasi 3 nafar muhojirlar Zeya daryosidan chiqarib olib, ularni migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblamoqda. Erkaklar hibsga olinib, politsiya bo'limiga olib ketildi. Muhojirlar Zeya daryosi bo'yidagi kafeda ishlagan. Reyddan qochib suvga sakrab, qochib ketishga uringan. Yana bir ovqatlanish muassasasida ham tintuv o'tkazish paytida migratsiya qonunchiligini buzgan 3 nafar muhojir aniqlangan. Rossiyadagi musofirlar xursand bo'lsanglar bo'ladi, patent atmen.
to'g'rirog'i Vladimir Vladimirovich Putinga patentni atmen qilish kerak degan taklifni berishganida o'ylab ko'ramiz degan gapni gapirdi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin rasmiy kanallar tarqatgan ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsak, 2027-yil 1-yanvardan boshlab patentni atmen qilib, uni o'rniga boshqa sistemani eksperiment qatori qo'llanishi mumkin ekan. Agar mabodo siz patentni atmen bo'lishini xohlasangiz, kanalimga obuna bo'lib, videoni maksimalni like bosib, repost bosib tarqatib qo'yinglar. Ajomas patent atmen bo'lib ketsa. Samarada reydlardan so'ng 63 nafar migrantning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Omon va migratsiya xizmati xodimlari Samaradagi qurilish maydonchalarida reydlar o'tkazdi. Tekshiruvlar davomida zarur hujjatlarsiz o'nlab chet elliklar aniqlandi. 4 nafar migrant noqonuniy ishlayotgani, yana 4 nafar rasmiy ro'yxatdan o'tmagani aniqlandi. Sud 1 nafar chet ellikni Rossiyadan deportatsiya qilishni buyurdi. Reydlardan so'ng 63 nafar chet ellikning Rossiyaga kirishi taqiqlandi. Yana 16 kishi vaqtinchalik saqlash hibsxonasidan deportatsiya qilindi. Noqonuniy mehnatdan foydalangan ish beruvchilar 8 ming rublgacha jarimaga tortiladi va yoki 90 kungacha korxona faoliyati to'xtatib qo'yiladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling va gap nima haqida ketayotganligini bilib olishingiz mumkin. O'zbek va tojik migrantlarga ushbu videoni ulashni unutmang. Это патентная система для мигрантов. Надо подумать. Они мечтают превратить мигрантов в рабов вот таким образом. С 1 января 2027 года в России планируется масштабный эксперимент. Его будет проводить Министерство внутренних дел. Сейчас в России действует несколько параллельных механизмов привлечения иностранных работников. Наибольшей критике подвергается патентная система. Она якобы не позволяет государству должным образом контролировать приезжающих в Россию мигрантов. По данным МВД, на конец 2025 года по патенту в России работали примерно 2 миллиона 300 тысяч трудовых мигрантов. Это более 40% от общего числа находившихся на тот момент в России мигрантов. При оргнаборе трудовой мигрант гораздо сильнее будет привязан к работодателю. Это, пожалуй, самое серьезное изменение. Если эту систему внедрять, то даже не придется и документы отбирать, человек просто никуда не сможет уйти. Это просто организованное рабство, ничего кроме. Система эта работать не будет. Она провалится, потому что люди будут из рабства бежать, как они всегда. Bu videoni barcha Moskvada ishlaydiganlar ko'rsin. Men restoranga tushib qolman. Sababini bilgan Saxarvoga keldim. Men ko'rishlaring mumkin, Saxarvodaman. Xo'p. Mani bir oy oldin kartamga qanaqadir pul o'tkazma bo'lgan. Unaqa ko'p katta pul emas, kimdir adashib tashlagan. Keyin telefon qilganda men qaytarib apparatga tashlaganman u pulni. Xo'p, hozir shuni hisobidan qanaqadir tekshiruv bo'lib, restr tushirib qo'yishgan mani. Hozir kelsam, restrni ochtiraman desam, "Короче, sen shubhali operatsiya qilgansan. Bu boshqa davlatdan tushgan pul, shunaqa lekin Rossiya kartaga tashlaganman. Mana bankdan qog'oz olib kelib, anaqa qilganman. Ko'rsatdim. Yo'q, baribir qo'limga qog'oz berishdi. 15 kun ichiga chiqib ketdim. Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Shu kim bo'lsa ham, kartalaringga pul tayyorlasa ham, unga atvet qaytarmanglar iloji boricha. Oxiri yaxshi bo'lmas ekan. Saxarvada biza